Assalomu alaykum hurmatli prezident. Sog' salomatmisiz? Men Aytib Do'stmurod Egamberdiyevich. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidanman. Kasbim quruvchi oddiy ishchiman. 2021 yil dekabr oyining o'rtalarida Rossiya Federatsiyasi Yamal shahriga ishga keldim. 15 kun ishlagandan keyin 31 dekabr kelib kelayotgan edi. Oylik olmayotgan edik. O'sha payti yangi yil bayramiga pul jo'nata olmayotgan edim. To'satdan ayolim telefon qildi menga. Prezident tabrigi keldi. Prezident bayram puli berdi dedi ayolim. O'sha paytda bayram puli kelganida qiynalib turgan edik. Xuddi Li-9 avtomobil sotib olgandek quvondik. Shuning uchun biz ham oilamiz bilan sizning 70 yoshga qadam tashlashingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz va mana shu sovg'ani sizga topshirmoqchi edik. Hurmatli prezident, Sirdaryoga tashrif qilganingizda Sirdaryo kasalxonasidagi bir nafar qariyaga uy sovg'a qilganingizni televizor orqali ko'rdik. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirziyoyev, Sirdaryo hokimi Erkinjon Turdimov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashi raisi Omonboy O'rinboyev oddiy insonlarga uy joyini ta'mirlab berib yurganini ko'rdik. Ustoz san'atkorlardan Yulduz Usmonova va Og'abek Sobirov oddiy insonlarga yordam berganini ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib, men ham sizdek hokim san'atkorlardek oddiy insonlarga, qariyalarga yordam berish maqsadim bor. Lekin maqsadimga erisha olmayapman. Sizdan yordam so'rab metan zapravkasiga ishga tushgan daromaddan Nukusdagi va Urganchdagi qariyalar uyiga yordam berish niyatim bor edi. Undan tashqari, To'rtko'ldagi imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berishni oldimga maqsad qilib qo'ygandim. Afsuski, metan zapravkasi qurilishi to'xtaganini eshitdim. Sizga sog'lik, salomatlik tilab qoluvchi Aytib Do'stmurod Egamberdiyevich.